Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Hamidulloh Tursunboyev. Ajoyib va qiyin misollarga yechim berishda davom etamiz. SAT. E'tibor qilinglar. The function f gives the temperature. F funksiya temperaturani ko'rsatadi. In degrees Fahrenheit. Fahrenheit bo'yicha haroratni ko'rsatar ekan. That corresponds to a temperature of x kelvins. Endi bu yerda x Kelvin bo'yicha temperaturani ko'rsatar ekan. Umumiy tenglamamiz demak Fahrenheit hamda Kelvin bo'yicha temperaturalarning o'rtasidagi munosabatni ko'rsatadigan tenglama ekan. Endi men doim onlayn o'quvchilarimga aytaman. Demak, siz menda o'qimagan bo'lsangiz bilib qo'yingki, doim mana shu yerda bitta ishni amalga oshirasiz. fx bir narsani ko'rsatadi dedimi, shu fx degani. fx Fahrenheit ekan. Bu masalada x nima ekan? X Kelvin. Endi savolda sizdan Kelvinni top deydigan bo'lsa, ha x ni so'rayapti ekanda deysiz. Fahrenheitni top deydigan bo'lsa, fx ni so'rayapti ekan degan xulosaga bemalol kelishingiz mumkin. Boshqa masalalarda ham shunaqa yondashuvni qo'llang. Davomi. If a temperature increased by 808 kelvins, agar harorat Kelvin bo'yicha 808 ga increase bo'lsa, oshirilsa, by how much? Qanchaga? Did the temperature increase in degrees Fahrenheit? Agar Kelvin bo'yicha harorat 808 ga oshirilsa, Fahrenheit bo'yicha qanchaga increase bo'ladi? Oshiriladi. Endi men nima qilaman degan savolingiz bo'lmasin. O'zim masala sizga aytib turibdim, nima qilish kerakligini. Oshirilsa dedimi? Oshiring. Bu yerda oshiruvchi odam sizsiz, oshirgin deb sizga aytayapti. Kelvinni 808 ga oshirsak, Fahrenheit qanchaga oshadi, shuni bilishimiz kerak. Umumiy tenglama mana bunday. Dastlab men x ni 0 deyman. Ya'ni Kelvin bo'yicha harorat 0 ga teng deymiz. F0 nimaga teng? Fahrenheit nimaga teng bo'ladi? Kelvin 0 bo'lsa. Demak, shunga teng bo'lar ekan, hozircha hisoblamay turaveramiz. Endi 808 ga oshir deganmidi? Kelinglar, mana oshiraylik Kelvinni. Endi 0 emas, 808 ga oshirib 808 qo'yib yubordim. Endi Fahrenheit nima bo'ladi? F demak 808 da 9 taqsim 5 808, mana bu yerga 808 qo'yamiz. Minus 273/15 plus 32. Ana Fahrenheit endi hisoblasak chiqadi shu yerda. Endi qanchaga oshganini qayerdan bilamiz? Qanchaga oshganini demak F808 dan F0 ni ayirib olsak bilamiz. Shunda Fahrenheit qanchaga o'zgargan shu kelib chiqadi. Yozadigan bo'lsak, demak bir yo'li qavsni ochib chiqaveramiz. 9 u 5 ko'paygan 808 minus demak 273/15 ko'paygan 9 taqsim 5 plus 32. Ayrilgan F0. Mana bu F0 ni ayirib olyapman. 9 taqsim 5 ko'paygan minus 273/15. Endi ayirganim hisobiga mana 32 ni oldim, minus bo'lib qoladi. Minus 32. E'tibor qilinglar, mana bu bilan mana bu ketadi, bu bilan bu ham qisqarib yo'q bo'lib ketadi. Nima qolyapti? 9 taqsim 5 ko'paygan 8/8. Bu 15/84 ga teng ekan. Ana. Demak, harorat Kelvin bo'yicha 808 ga oshsa, Fahrenheit bo'yicha 15/84 ga oshar ekan va bu yerda A javob to'g'ri bo'lar ekan. Endi sizlarga bitta hint aytaman. Soddaroq yo'li. Sizdan agar Kelvinni berib Fahrenheit qanchaga oshganini so'raydigan bo'lsa, e'tibor qiling. Kelvin berilgan, Fahrenheit katta F ni so'raydigan bo'lsa, bergan sonini demak mana bu qavsoldagi son ko'paytirib qo'ysangiz kifoya. 9 u 5 ko'paygan 8 u 8. 15/84. Mana shu narsani men mana yerda topdim mana.
Qisqacha qilib endi bu har doim ishlab chiqishi shart emas, shunaqa qilib hisoblasangiz bo'lar ekan. Endi sizlarga savol, agar mana shu x aytaylik 24 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 24 ga oshirilsa, Fahrenheit qanchaga oshadi? Javobinglarni kommentsda kutib qolaman. E'tiboringlar uchun rahmat kattakon.